Issiq kunlar keldi, chiroyli poyabzal kiyishni xohlaysiz. Ammo sizni tirnoqlaringiz qalinlashgan, rangi xiralashgan yoki aksincha yupqalashib sinib ketyapti. Nima qilishni bilmay boshingiz qotdimi? Bizda bunga yechim bor. Birinchi o'rinda kerakli tekshiruvlar yordamida sababini aniqlaymiz va tibbiy pedikyur muolajasi yordamida zararlangan qismni ehtiyotkorlik bilan tozalaymiz. Keyin esa ichishga dori-darmonlar va tirnoqlar uchun maxsus tomchilar buyuramiz. Tibbiy pedikyur oddiy kosmetik pedikyurdan farqli o'laroq estetikadan ko'ra sog'liqni tiklashga qaratilgan professional muolajadir va bu muolajani yuqori malakaga ega dermatolog-podolog amalga oshiradi. Afzalliklari: sterillik va xavfsizlik, individual yondashuv, har bir bemorning teri va tirnoq holatiga mos muolajalar belgilanadi, og'riqsiz va professional bajariladi. Zararlangan tirnoqni tozalanganidan keyin tirnoq chiroyli holatga keladi va dori vositalarining samaradorligi ham ortadi. Agar tirnoqlaringiz sog'lig'i siz uchun muhim bo'lsa, tibbiy pedikyur bilan bu muammoni bartaraf eting. Savollaringiz bo'lsa bizga yuboring yoki ro'yxatdan o'tish uchun qo'ng'iroq qiling.